Heksetning yana bir muhim tomoni uning xalqaro tizimga bo'lgan munosabati. Uning qarashlarida NATO doimiy qadriyat emas, BMT ham adolat maydoni emas. Bular ko'pincha Amerikaga yuk bo'lib qolgan yoki uning erkin harakatini cheklaydigan tuzilmalar sifatida ko'rinadi. Bu qarash Trampning umumiy uslubiga juda mos tushadi. Lekin Hexetda bu yanada ochiqroq va keskinroqdir. Ya'ni dunyo qoidalar bilan boshqariladigan tizim emas. Dunyo kuchlar to'qnashuvi. Kim kuchli bo'lsa, o'sha belgilaydi. Bu esa ayniqsa arab va musulmon dunyosi uchun jiddiy signal. Chunki bunday qarashda xalqaro huquq, rezolyutsiyalar, diplomatik muvozanat, ko'p tomonlama muzokaralar kabi narsalar ikkinchi planga tushib qoladi. Eng muhim joy esa shu. Bu faqat kitob emas. Agar bu kitobni oddiy bir siyosat manifest deb qarasak, ehtimol uning ahamiyati unchalik katta ko'rinmasdi. Lekin bugun bu kitob muallifi Pentagon boshida turibdi. Demak, bu endi shunchaki qog'ozdagi fikr emas. Bu qudratga aylangan fikr. Lavozimga kelganidan keyin uning qarashlari qayerda ko'ringaniga qarasangiz, zanjir birlashib ketadi. Isroilga mutlaq yaqinlik bor. G'azzoda Isroilni cheklashdan ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatlashdi. Eronga qarshi qattiq va urushga moyil til bor. Ichki siyosatda ham madaniy urush mantiqi bor. Ya'ni bu yerda bitta umumiy skelet ko'rinadi. Siyosat urush, murosa zaiflik, islom xavf, Isroil tayanch, xalqaro institutlar to'siq. Mana shu dunyoqarash bugun Amerikaning eng muhim harbiy idorasida o'tirgan odamning dunyoqarashi bo'lsa, bu bizni hushyor qilishi kerak.